2025-yil 26 dekabr kuni mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi parlamenti hamda O'zbekiston Respublikasining xalqiga murojaatnomasi e'lon qilindi. Bu murojaatnomada prezidentni nafaqat davlat idoralariga, balki xalqimiz oldiga ham asosiy qo'yilgan vazifalar, jamiyatimiz oldida turgan masalalarni tahlilini kuzatishimiz mumkin bu murojaatnomada. Va murojaatnoma an'anaviy ravishda ikkita qismdan iborat bo'ldi. Birinchi qismida prezidentimiz mamlakatimiz 2025-yilda erishgan asosiy natijalar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy taraqqiyotda erishgan asosiy natijalarimiz to'g'risida so'z yuritishdi. Ikkinchi qismi, murojaatnomaning ikkinchi qismi 2026-yilda davlat idoralarini oldida turgan, jumladan jamiyatimiz oldida turgan hamda xalqimiz oldida turgan asosiy maqsad va vazifalarni belgilashga bag'ishlandi. Murojaatnomada 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Va shu yo'nalishdagi 2026-yildagi bajariladigan asosiy maqsad va vazifalar doirasida 6 ta ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Men shu ustuvor yo'nalishlardan 4-inchisi to'g'risida to'xtalmoqchiman. Bu kasblarni rivojlantirish hamda mehnat bozorini shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan, rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi sifatida, jumladan transport universitetini oldida turgan vazifalar ham aynan shu bilan bog'liq bo'ladi. Bitiruvchilarimizni kasb nuqtai nazaridan rivojlanishi, o'z ish o'rinlarini topishi, ish bilan ta'minlash masalalariga doir bo'lgan ko'plab masalalar belgilab berildi. Murojaatnomada ta'kidlangan yana bir masalaga e'tibor qaratmoqchiman. O'zbekiston xalqi har yili 2% ga o'sib borayotganligi, jumladan har yili mehnat bozoriga 1 millionga yaqin o'g'il-qizlarimiz mehnat yoshiga yetib kirib borayotganligi belgilab berildi. Bu albatta oliy ta'lim muassasasi sifatida biz oldimizga vazifalarni qo'yadi. Ularda ta'limi, ijtimoiy himoyasi, ish bilan ta'minlash kabi masalalarda dolzarb vazifalarni biz oldimizga belgilab berilganligini qayd etishimiz kerak. Shu ma'noda murojaatnoma jamiyatimizdagi har bir insonga, davlat hokimiyatining har bir idorasiga, professor o'qituvchi sifatida, misol uchun har bir oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisini oldiga ham katta bir vazifalarni qo'ydi. Komil ishonch bilan 2026-yilda ana shu belgilangan vazifalarni bajarib borish albatta bizni ham vazifamiz, ham burchimiz sifatida e'tirof etiladi va bu murojaatnoma butun xalqimizni, mog'anda ijtimoiy siyosiy jamoatchiligimizni ongida katta bir vazifalar hamda maqsad va muddaolarni belgilab berganligini ta'kidlash.